Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi oshxona mebel. 3,5 metrlik joy, oshxona mebel tayyorlayapmiz. 3,5 metr emas, 3,60 lik joy. Xo'p, 60 sm menimga chiqib ketgan. Biz 3 metr joyga mebel tayyorlayapmiz. Bizni kuzatuvchilar biladi, 3 metrga ham, 3,5 metrga ham rasxodimiz o'zgarmaydi, chunki 60 sm hech narsani hal qilmaydi. Mana stelishnikdan kesib tashlangan narsalar, akrilimizdan kesilgan narsalar bo'sha joyga ishlamaydi, atxot bo'lib qolib ketadi. Shuni hisobiga 3,5 metr joyi ham rasxodi 3 metrlik bilan bir xil chiqadi. Xo'p, nimalar bo'lyapti? Moyka, tepadagi qavatdan polkalar, patologga chiqib ketgan gofralarni ham chiroyli qilib yopib qo'yapmiz. Tayyor bo'lsa, sekin ko'rsatib boraveramiz. Oshxona mebelimiz tayyor bo'ldi. Mokriy asfalt laminat 3 metr joyga tayyorlandi. Xo'p. Chuqur 300 ming so'mlik moykasi. Tepalarda 2 qavatdan polkalari, oshiq-moshiqlarimiz vakuumli. G'aladonimiz ichida qo'shodonlari bor. Toshkent stelishnik, rossiyskiy emas. Narxi 6 million 500 ming so'm. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyada qolamiz. Sog' bo'linglar.